She devil, she bad little bitch, she rebel. $700 boshlab Vyetnamning Nha Trang kurort sohiliga bronlash ochildi. Bahorning aprel oyidan start oladigan ushbu tur paketimiz sizni quyoshli Nha Trang kurort sohilining tiniq dengiz va haqiqiy tropik muhitiga olib boradi. Palma daraxtlari orasidagi sokin plyajlar, dengiz bo'yidagi sayrlar va shunchaki hech narsa o'ylamasdan dam olish aynan shu sayohat uchun. Narx ichida borish va qaytish avia chiptasi. Shundoq plyaj yonidagi 5 yulduzlik mehmonxonalarda yashash imkoniyati. Har kunlik nonushta, barcha yo'nalishlar bo'yicha transfer xizmati. Undan tashqari tibbiy sug'urta ham kiritilgan. Narx bir kishi uchun 2 kishilik joylashuv asosida. Erta bronlash eng past narxni ushlab qoladi. Shu sabab bronlashga shoshiling. Dam olishni yana keyinga qoldirmang. Bu safar reja emas, haqiqiy sayohat qiling. Vyetnam deb yozing, biz batafsil ma'lumotni yuboramiz.